Yusuf ibn Absot rahmatullohi alayhi aytadilarki, Imom Bayhaqiyda bir rivoyat keltiradi. "İza ta'abbada shab" deyaptilar. Agar bir yigit ibodat qilayotganini shayton ko'rsa, qola iblis. Shayton o'zining askarlariga, shotirlariga aytar ekan, bu ibodatda turgan yigitni taomini ko'ringlar, qayerdan olibdi. Hosili qayerdan, moli, yashashi qanaqa? Fa in kana mat'amuhu mat'ama su. Agar bu haromdan topilib yeyilgan, taomlanib turgan bo'lsa, da'uhu, o'z holiga qo'yib qo'yinglar. La tashtaghilu bihi, un bilan ovora bo'lib o'tirmanglar. Da'uhu yajtahid va yansab faqat kafakum nafsahu. Uni o'z holiga qo'yinglar. Xolaganini qilsin. U qilayotgan ibodati, harakati o'zini barbod qiladi xolos. Qarang, shayton ham tashvish qilmas ekan harom taom yeb turib ibodat qilayotgan odamda. Ba'zan nega duolarimiz mustajab bo'lmayapti deb qolamiz. Demak, yeyotgan taomimizga qarash kerak. Taom halol bo'lmasa, birovning haqqi aralashgan bo'lsa, halol yo'l bilan topilmagan bo'lsa, demak azizlar, duolarimizni mustajabligi qiyin bo'lib qoladi.